Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Esonboyev PUBG. Xo'p do'stlar, hozir bizda 173 balans bor. Biz mana bu keysdan bitta ochib ko'ramiz. Yalla. Hali biznes open case bo'ldi. Prosta videoga ololmadim. O't. Bular o'tganda 191. Nima edi? Bo'laveradi. Davaychi yana bitta ochib ko'ramiz. Go. To'xta. Axiyet. O'tib ketdi. O'sha endi bitta brat yozib qoldirdi, bitta kommentariya. O'shani ochib ko'ramiz hozir sizlar bilan birga. Kommentariya yozaveringlar jigarlar. Hammalarga Normalniy videolar bo'lyapti. Omad bro. Scoop oching degan ekan bitta brat. Scoop standoffdanmi, PUBGdanmi, qaysi birligini yozmagan. Atak PUBGdan ochib ko'ramiz. Hali o'zi bu akkauntda yana bitta odam bor degandim. O'sha brat hali korotchi pul soldi. Men bilmadim. Pul soling dedim. Aytsam, bo'pti, hozir solaman dedi. Kirsam, so'ragan ekan o'sha. Keyin bir payt qarasam 1200 balans turibdi-yu, 1200 lik narsa tushirib qo'yibdi-da. Biznes bo'ldi. Undan keyin o'sha omad biznesga. Atak endi normalniy to'xta bilyat. O'tib 300 edi, 320. Jigarimiz aytgan keysni ochdik. Endi qaysi keysdan ochamiz? Kommentariyaga обязательно yozib qoldiringlar qaysi keysni ochishimni. Mana shu keysni oching deb yozinglar. Men ochishga harakat qilaman, addushga harakat qilaman jigarlar. Xo'sh, endi mana bu keysni ochamiz. 35 lik. Yangi keyslarni ochib ko'raveramiz. Go, bitta normalniy berib yuboring. Senga ishonib kirdim. Atak berasan degan umiddaman. Mana chotki jigarlar 196. Bu prosta bomba bu jigarlar. Sotamiz. Jigarlar vashi. Qaranglar hozir 60 UC chiqarib qo'yaman. Telegram kanalimga o'tsanglar, buni konkurs qilib berib yuboraman mana shu 60 UCni. Mana chiqarib qo'ydim. Shu manbetga keladimi? Hali daxu UC chiqardim. 120 UCdan tushdi, bitta 240 UC qilib chiqardi jigarlar. Buna oshgan balans shu. Oshgan balans edi bu. Xo'sh, endi qaysi keysdan ochamiz? Jigarlar, bitta dona qoldi. Zaprosimiz bu ham bajarilsa tezroq. O'tgan safargi videoda qaysi keysni ochmoqdim? Men bu keysni ochmoqdim. Menimcha. Ochib ko'ramiz shuni ham. Go, qani. Nima atak bo'laveradi? 14. Yana bitta ochib ko'ramiz bo'pti. Sizlar uchun go, mana shu sizlar uchun. Voy jigarlar. Sizlar biznes omadlisizlar. Sizlar jigarlar. Sizlar etsanglar, mana mabodo bitta keys etsanglar. Bundan ham biznes tushib qolishi mumkin balki. O'shaning uchun yozib qoldiringlar. Uni olib qo'ydim keyingi videoga. Ertaga xudo xolasa yana video olamiz. O'tgan safargi videoda yana qaysi keysni ochmoqdim? Mana shu keysni ochmoqdim menimcha. Ochib ko'ramiz. Go, qani.
Yangi keyslar ko'pincha menga omadli kelgan. O'tmadi. 10 boy 128 nima u? 128. Yo'q, 10 o'ynaydi. Go, yana bitta ochib ko'raveramiz. Tavakkal. To'xta. Voy bля. 600 edi mana bu. Shans kabinetda mana 111 lik narsa turibdi. Jigarlar pizza omadli bo'lyapti. Open case. Yana ba'zi odamlar yozadi-da, menga ko'pincha kommentariyaga. Nimaga omadsiz bo'lsa ham omadli bo'ldi deb yozding, odamlarni aldading. Jigar omadli bo'lsa omadli deyman. Omadsiz bo'lsa omadsiz deyman-da. Xo'sh, yana qaysi case qoldi? Ancha bo'ldi. Mana bu case'ni ochaveramiz. 3 marta ochib ko'raman. Xudo xolasa, qani bir berib qolar degan umiddaman. To'xta. Voy, o'tib ketganini qaranglar. 262 edi mana. 5 ta minus. Yana bitta ochib ko'ramiz. Bu sizlar uchun. Endi bu sizlar uchun. Voy, o'tib ketdi. 9. Sotamiz. Oxirgisi. Go, qani. Bitta berib, mana shulardan bitta berib. Normalniy. To'xta, bля. 393 dan o'tib ketdi. Endi o'rta chapga o'tkazamiz. Go. Berib, mana shulardan bitta ber, normalniyroqdan. Bo'ldi, bu case bo'lmadi jigarlar. Bu case bo'lmadi. Endi qaysi case ochamiz? Shunaqa o'ylanib qolyapman-da jigarlar. Sizlar bironta case yozib qoldirsanglar, mana masalan har xil case yozishinglar mumkin. O'shanda sizlar aytgan case'ni ochaman. O'ylanmasdan. Mana shu case'ni ham ochib ko'raylik qani. Go. Berib qolar bu ham balkim. To'xta. O'tganda ham normalniy edi menimcha. Shu mashlardan bittasi bitta kerak. Mash to'ralasidan bittasi. 34-11. Eski ochamiz endi. Tak. 34-11 bo'lsa. Xo'sh. Mana Mir и bogатейство. Boylikda xotirjamlik degan keysni ochamiz. O'chiramiz. Men Midas bo'yidan o'sha bratga uysi ham tashlab berganman men. 600 uysi. Go, qani. Bu ham bersa beradi, normalniy beradi bu ham. Chunki men bunaqa narsalar ko'p, yaxshi narsalari. Bu yaxshi. Normalniy-da. Головой. Надежда головой. Шлем-da, короче. Hamma 20 o'tgan. Yana bitta ochib ko'raveramiz. No. Minus 14. Xo'sh. E'lon, keyingi videoga promokod bilan ochaveramiz-ku. Sotamiz buni. 126 balansimiz bor. Mana shundan 5 talik ochib ko'ramiz. Suvdan.
Go 5 talik. Qani. Voda berib qoladi bu ham. To'qqiz minus 200 ochamiz. Endi 4 talik ochib ko'ramiz. Go. Bundan tushganini hozir upgrade ketganmiz. Ya'ni hammasini tikaveramiz endi. Xo'sh. Endi deganlar upgrade'da yoramiz biz. 100 ga qo'yamiz. Bir foiz bor har holda shans. Qolib ketdi bu. 100% qolib ketdi. Yana bitta. Yana 100 ga qo'yamiz. Yana 1% shans. 202 tushirganlar ham borda, atak tushmayotganiga aytaman. Ikkini tikamiz endi. Ikkini ham 100 ga qo'yamiz. Xo'sh, jigarlar. Bu video ham 11 da olingapti. Qaranglar, 11 soat. Tushmadi. Oxirgi 355imiz. 100 ga qo'yamiz buni ham. Tush bermasa bo'lmaydi endi. Qolma, davay, qolma, iltimos. Qolib ketdi. Upgrade короче ko'p bo'lib qoldi. Umuman hech narsa tushmadi. Upgrade'dan bizga endi gazga sochamiz. 100 balansimiz bor. Давайте Makima ochib ko'raylik. Makima ham bersa beradigan keys. Umerning risk o'rta chapga o'tkazib, go qani. Berarsan balki. Yaxshi bu. No, statrek mas ekanda, blad. 105. Namuncha bu tushirib yubordi bu. Ses past nima qilibdi-yu. Go yana bitta ochib ko'ramiz. Endi bermasam bo'lmaydi Makima. Chatga o'tganda 433 53 balans qoldi. Pulu ochamiz. Jigarlar, bulpasimiz ham 20 bo'lgan. 21 ga harakat qilyapman. 21 qilishga. No, atak normal yuksa chiqarib qo'ydik. Biz ochig'ini aytganda bugun o'zida bermasa ham bo'laverardi. Bu akkauntga no berdi ham shukr. Chunki biznes hali pichoq tushirganman. Bundan tashqari hali daxli narsa shu. Somsa menimcha somsalar tepada qolib ketdi-yu. Mana plov. Zaryadga kam, shuning uchun men dishiz qilyapman. Давайте, mana shundan bitta perchatga. Хотя нифиг.
9 2000 dan o'tib ketibdi. Voy, onasini 40 balans qoldi jigarlar. 44 bo'lganda ham zona 9 ochib beraman. No jigarlar, normalniy open case bo'ldi. Yomon emas. O'ta zo'r ham emas. O'rtacha normalniy open case. Давайте, go, bitta pichoq ber, bitta pichoq. Pichoq to'xtamaysanmi? 100 deydi ana. Jigarlar pizdes qatyapti, baro. Qochay. Vosh 0.87 ni tikamiz. 0.87. Yigirma 28 ga qo'yamiz. Go. Kifoya shans bor edi. Va o'xshadi. Voy, it bolasi bitta qolib ketdi. PUBG'ga o'tib olaylik-da. PUBG'dan bir tikamiz. Bir tikib net joyga 100.94%. Biz qaraylar 99 ga tikamiz. 99 93. Mana shuni bosamiz bo'ldi. Eng kami 9 marta bosdim. Mana buni qaranglar, 82 tikib 2000, 15 tikib 1000. Shuni qolgan kallar ham bor. No jigarlar, bu videoda normalniy omad keldi. Omadli open case bo'ldi. 63 tekindan tekinga ishlab ketdik. Bo'lpas sog'asida 21 da nima berar ekan, o'zi ko'rib qo'ying. Xo'sh, mana bunaqa narsalar. Mana bunaqalar 120 lar. Eng kam garchi 7 yo'q. Men 100% garantiya beraman. Mana shu narsalarning ikkalasidan bittasi tushadi. Xullas jigarlar, hammalarga xayr. To'xtab turinglar. Voy, ana sharmanda. Mana bu yerga Esonboyev PUBG deb yozasizlar. Meni kanalim keladi, boshqasini kanali kelmaydi. Nima edi? Obunachilar. Mana qaranglar. 418 bu Megumi Fishuguro degan kesam tushgan. Mana bu o'sha 1200 ga tushgandan keyin 200 balansda ishlatganimizdan keyingi video. Rasm. Qara shunaqa dahoya video. Nimalar bor? Videoga olaman. Shunaqa promo kodlar tashlayman mana. 99 talik, 39 talik har xil. Keyin botlar ham bor mana bu yerda. Sizlarga shu bot ping qilib beraman. Bunday qilamiz. Qadab beraman mana. Ping qilib qo'ydim. Shu botga kirib promo kodlar olsanglar bo'ladi tekinga. Atiga 3 ta do'st chaqirib turib 42 talik promo kod olsanglar bo'ladi. Xullas jigarlar, qaranglar. Hammalarga xayr. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Yaxshi dam olinglar. Ko'rishguncha jigarlar, keyingi videolarda like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.